Asanlaştırılgan iman yürüşteki 3. kısım Allah'ın samavi kitaplarına işiniş ve Kur'an'ı biliş. Abduri Muhammed el-Cibali 3. bab Allah subhanahu ve teala nazil kıygan kitaplarının mezmunları. Allah subhanahu ve teala Kur'an'dan ilgiri nazil kıygan kitaplar nurgun mühim körsetmelerini öz içine algan idi. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib, kishilar Qur'ondan ilgiriki bu kitaplarni o'zgartib o'tgan va shu vajidan bu kitaplardagi nurg'un yaxshi mazmunlar yo'qolib ketgan. Lekin Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga o'zining ilgiriki samoviy kitaplardagi ba'zi muhim ko'rsatmalardan xabar bergan. İlgiriki samavi kitaplardaki bazı ko'rsatmalar. Ular hidayetni o'z ichiga olgan. Allah subhanahu va taolo bizni dunyo hayotimizda o'zimizga foydali bo'lgan narsalarga yetaklash va bizga nimalarning ziyonli ekanligini bildirish uchun kitoblarni nazil qilgan. Ya'ni Allah subhanahu va taoloning kitoblari hidayetni o'z ichiga olgan. Allah subhanahu wa ta'ala şundaq deydi. Tercümesi, biz hakikaten Musa'ga Tevrat'ni nazil qildik. Tevrat'ta to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidayet ve nur var. Sura Maide 44. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala yani şundaq deydi. Tercümesi, Musa'ga kitapni, yani Tevrat'ni ata qildik. Kitapni İsrail avlodiga yetakchi qildik. Sura Isro 2. ayet. İlgiriki samavi kitaplarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabeleri hakkında xabar berilgan. Allah subhanahu ve taala ilgiriki payg'ambarlarga nazil qilgan kitaplar kishilarga bizning payg'ambarimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında xabar bergan. Bu kitaplar kishilarga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemning ularni yaxshilikka yetaklaydiganligi va yomonlikdan to'sadiganligini bayon qilgan. Bu kitaplarda yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganda hayot bo'lganlarning uningga iymon keltirishi, ergishishi kerakligi bayon qilingan. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Ular elchiga o'qish, yezishni bilmaydigan payg'ambarga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergishidi. Ular o'z ilkidagi Tevrat, İncillarda uning sufatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltidi. Ularni selingan taqoq ko'z kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni elib tashlaydi. Uningga iymon etinglar. Uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nazil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashkichilar baxtga erishkichilardir. Sura A'rof 157. ayet. İlgiriki nazil qilingan kitaplarda yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bayon qilingan. Bu haqda Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Muhammed Allah'ның rasulidir. Onun bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir, o'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rasan. Ular Allah'ның fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdaning asridan nishonlar bor. Ana shu ularning Tevratdagi sifatidir. Ularning İncildagi sifati bo'lsa, ular shox chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, andin o'z qo'li bilan o'ritugan, boluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Sahabelarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xaf qilish uchundir. Allah
ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi. Sura Fath 29-oyat. Samaviy kitoblar kishilarga qanday hukm qilishni o'rgatadi. Allah subhanahu va taolo o'zining kitoblarida payg'ambarlarga va ularning ergashuvchilariga kishilar orasida qanday hukm chiqarishni o'rgatgan. Bu vaqtda Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Biz haqiqatan Musaga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudilar orasida Tavrat bilan hukm qildi. Yahudilarning zohidlari va ulamolarimi o'zgartishdan saqlashga buyurilgan Kitobulloh, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qildi. Ular Tavratga, ya'ni uni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Ey Yahudilarning ulamolari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mol, mansab va para uchun oyatlarimning hukmini o'zgartib etmanglar. Kimlarki Alloh taolaning nozil qilgani bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Sura Maida 44-oyat. Allah subhanahu va taolo Tavratda har xil gunohlarga beriladigan jazolarni bayon qilgan. Masalan, qotilning o'ltirilishi, ko'zni qo'yib kishining ko'zining qo'yib etilishi va hakadalar. Allah subhanahu va taolo bu haqda shunday deydi. Tarjimasi: Ular, ya'ni Isroil avlodiga Tavratda shunday belgiladikki, jonga jon, ya'ni nahaq odam o'ltirgan o'ldiriladi. Ko'zga ko'z, ya'ni kishining ko'zini nahaq qo'yib etgan odamning ko'zi qo'yib etiladi. Burunga burun, ya'ni kishining burnini nahaq kesganning burni kesiladi. Quloqqa quloq, ya'ni kishining quloqini nahaq kesganning quloqi kesiladi. Tishga tish, ya'ni kishining tishini nahaq to'kkanning tishi to'kiladi. Va kishini qanday yarador qilgan bo'lsa, shunday yarador qilinish bilan qisos ilindi. Kimiki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kafforat bo'ladi. Allah nozil qilgan bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Sura Maida 45-oyat. Samaviy kitoblar kishilarni Alloh yo'lida qurbonlik berishga chaqirdi. Allah subhanahu va taolo o'zining kitoblarida mu'minlarni Allah subhanahu va taoloning roziligi uchun o'zlarini qurbon qilishga tayyor turishga buyurgan. Allah subhanahu va taolo uchun bedel to'laganlar jannatga erishadi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Shubhisizki Allah mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib, dushmanlarni o'ltirdi va o'ltirildi. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shahid bo'ladi. Jihad qiluvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdan mubak vafo qilguvchi kim bor? Ya'ni Allohdan vafodor ahadi yo'q. Qilgan bu savdanglardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Sura Tavba 111-oyat. Samaviy kitoblar adoqi g'albining taqvodorlarga xos ekanligidan xabar berdi. Allah subhanahu va taolo mu'minlarga kuch-quvvat va nusrat ato qildi. Bu Zaburda tilga ilingan. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shunday deydi. Tarjimasi: Biz zikr, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda zaminga, ya'ni jannat zaminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Sura Anbiya 105-oyat.
Bu oyat bizga yer yuzidagi adoqli g'albining mo'minlarga tava bo'ladiganligidan xabar bergan. Texmi muhimi, ana shular, ya'ni haqiqiy mo'minlar oxiratda jannatga kirguchilardir. Samaviy kitoblar oxiratning muhimligini esimizga soladi. Jannatdagi huzur halovat bu dunyodagi huzur halovatlardan selishtirg'isiz darajada ustundir. Bu dunyoda huzur halovatga yondishib keladigan azob uqubatlar bor. Lekin jannatda bundaq salbiy ishlar yo'q. Shundaqla bizning bu dunyodagi hayotimiz to'limi qisqa. Lekin oxirat hayoti mangu davomlashidir. Shu vajdan dünya halovatini jannatdagi noz ne'matlardan ustun ko'rish hamoqatlikdir. Halbuki shundoq bo'lishi qaramasdan nurg'un kishilar mushundoq hamoqatlikni sodir qiladi. Chunki ular nihoyatda zaif kishilar bo'lib, bu dunyoning baqosi yo'q, ozg'ana ne'matlari ularning ko'zlarini ko'mas qilib qo'ygan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bu ahvolni bayon qilgan va buning ilgirki samoviy kitoblarda bayon qilinganligidan xabar bergan. Tarjimasi: sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rasizlar. Oxirat yaxshidir va boqiydir. Bu, ya'ni bu suradagi va'zlar shak shubhisiz burunqi sahifalarda İbrahim ve Musa'larning sahifelerinde bardır. Sure A'la 16. ayetten 19. ayetgacha. Samaviy kitoblar her kişinin öz gunohiga javobgar ekanligidan xabar berdi. Bizning yaxshi yomon amallarimiz amal daftarimizga xotirlandi. Uningda hech narsa kam ziyoda bo'lib qolmaydi. Hech kimning gunohi yana birining ustiga yuklanib qolmaydi. Yoki boshqalarning gunohimi uning ustiga yuklanib qolmaydi. Allah subhanahu va taala eng odildir. U qiyomat kuni aramizda qilmishlarimiz haqida hukm chiqaradi. Allah subhanahu va taala ilgirki kitoblarda buni bayon qilganligi haqida shunday deydi. Tarjimasi: u Musa'nın ve İbrahim'nin sahifelerideki sözden haberdar bo'lmadi mı? İbrahim vafadar kişi idi. Bir günahkar adam yani birovning günahını ko'tarmaydi. Yani birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. İnsan faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'rdi. Uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi. Yani onun ameli kıyamet günü onunla to'g'rilanadi. Sure Najm 36. ayetten 40. ayetlargacha. İnsanlar çoqum Allah subhanahu wa ta'ala nazil qilgan kitoblarga iymon keltirish kerak. Biz çoqum o'z kitobimizga, ya'ni Qur'oni Karimga to'liq amal qilishimiz kerak. Shuningdek, ilgirki ummatlarmu o'z zamonisida payg'ambarga nazil qilgan kitobga to'liq amal qilishga buyurilgan edi. Agar ular shunda qilgan bo'lsa, shuningga ko'ra mukofotlanadi. Agar unda qilmagan bo'lsa, jazolanadi. Allah subhanahu va taala nazil qilgan kitoblarga amal qilishning mukofoti. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitaplarına amel qilishning eng katta mukofoti hidoyatdir. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: ularning, ya'ni Bani İsrail payg'ambarlarining orqasidan o'zidan ilgari nazil qilingan Tavratni, ya'ni uning Allah tarafidan nazil qilinganligini e'tirof qilguvchi İsa ibn Maryamni avatdiq. Onunğa hidayet bilen nurni öz içige ağan İncilni ata qildik. İncil özüden ilgari nazil qilingan Tavratni e'tirof qilguvchidir. Ya'ni onunğa muvofiqdir. Taqvodorlarga hidayet ve pand nasihatdir. Sure Maida
46 oyat. Biz hidayet tapsaq, ondan bizni dunyo oxiratda baxt, saodatga va muvaffaqiyatga erishtiradigan solih amallarni qila olamiz. Shundaqla Allah subhanahu va taolo yana hidayet topquchilarga har tarafdan, ya'ni osmondan va yer ostidan rizq va xushallik ato qiladi. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shundaq deydi. Tarjimasi: agar ular Tavratga, Injilga va Rabbi tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustunlaridan va oyoqlari ostidan yer edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jamoa, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qilg'uchilar? Sura Maida 66 oyat. Allah subhanahu va taolo nozil qilgan kitoblarga ergashmagan, amal qilmaganlar uchraydigan jazo. Biz Allah subhanahu va taolo nozil qilgan kitoblarning yaxshilik va manfaatlar bilan to'lganligini, shundaqla bu kitoblarga ergashuvchilarning katta savoblarga erishadiganligini bayon qildik. Faqat hamoqatlarla Allah subhanahu va taoloning kitoblariga ergashmaydi. Ba'zi kishilar Allah subhanahu va taolo tarafidan o'zlariga avatilgan hidoyatga ergashgili unamay, Allah subhanahu va taolo nozil qilgan kitoblarga parvo qilmaganda, Allah subhanahu va taolo ularga g'azablanadi va ularni jazolaydi. Yahudilarning nurg'uni o'z kitobiga amal qilmagan. Shu vajidan Allah subhanahu va taolo ularga g'azab qilgan va ularni dumbisiga muhim kitoblarni yutib olgan, ammo uningdan foydalanmaydigan eshakka o'xshatgan. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shundaq deydi. Tarjimasi: Tavratni ko'tirishga, ya'ni amal qilishga taklif qilingan. Ondan uni ko'tirmaganlar, ya'ni Tavrat berilgan va uningga amal qilishga taklif bo'lsa-mu, uningga amal qilmagan va hidoyatdan foydalanmagan Yahudilar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi. Ya'ni foydali cho'ng kitoblarni ustiga ortib olgan, charchashdan boshqa ulardan hech qanday foydalana olmaydigan eshakka o'xshaydi. Sura Juma 5-oyat. Bu hukm Allah subhanahu va taolo nozil qilgan kitobga amal qilmagan har kim uchun kuchga egidir. Ya'ni Allah subhanahu va taolo nozil qilgan kitobga amal qilmaguchi hikmatlar bilan to'lgan kitoblardan hikmatga erishalmaganligi uchun eshakdek hamoqat hisoblandi. Allah subhanahu va taolo nozil qilgan kitoblarga amal qilmagan nurg'un kishilar texmi ig'ir gunohga va kufrga paturilish orqali jazolangan. Ya'ni ular Allah subhanahu va taoloning kitobiga amal qilmaganligi sabablik tamoman haqni ko'rolmas holga kelgan. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey ahli kitob, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Rabbinglar tarafidan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, sizlar e'tiborga olg'idek dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Rabbingdan nozil qilingan ahkomlar ularning ko'pchiligida yomonlik va kufrini oshirdi. Kafir qavm uchun qayg'urmag'in. Chunki payg'ambarlarni yolg'onga chiqarish ularning odatidir. Sura Maida 68-oyat. Allah subhanahu va taoloning hukmlarini rad qilish. Biz yuqoridagi mazmunlarda Allah subhanahu va taoloning nozil qilganlari bo'yicha hukm qilmaganlarning zolimlar va kofirlar ekanligini bayon qilgan edik. Yahudilardan ba'zilari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yeniga kelib, uningdan o'zlari orasida hukm chiqarib qo'yishni talab qilishgan edi.
Halbuki ularning qo'llaridagi o'z kitobida, ya'ni Tavratda ular talash tortish qilishgan masalalarga aloqador hukmlar yozig'liq edi. Ammo ular u hukmlarga bo'ysunmaydi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shunday degan. Tarjimasi: ularning yanida Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat bo'lsa, ya'ni Tavratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmayotsa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qandoqcha seni hukm chiqarishga taklif qiladi? Ondan keyin, ya'ni haqiqat oshkora bo'lgandan keyin sening hukmingdan yuz o'riydi. Ana shular Tavratqami, sangami ishonmaguchilardir. Sura Maida 43-oyat. Ana shuningdek İsa alayhissalomning agashkichilari, ya'ni nasaralarmi Alloh subhanahu va taolaning nozil qilganlari bo'yicha hukm chiqarishga buyurilgan. Alloh subhanahu va taolo bu haqda shunday deydi. Tarjimasi: ahli İncillar, ya'ni nasaralar Allah İncil'de nazil qilgan ahkamlar bo'yicha hukm qilsin. Allah'ның nazil qilganlari bo'yicha hukm qilmaganlar fasiqlardir. Sura Maida 47-oyat. Allah subhanahu va taolaning kitoblarini o'zgartish. Ba'zi kishilar Allah subhanahu va taolaning kitobiga amal qilmayli qolmasdan, ya'ni texmu rezillik qilib, kishilarning Allah subhanahu va taolaning nozil qilganlarini bilmasligi uchun Allah subhanahu va taolaning kitoblarini o'zgartib etgan. Bu, ya'ni Allah subhanahu va taolaning kitoblarini o'zgartish eng cho'ng gunohlardan biri. Shundaqla kufrdir. Ba'zi Yahudilar o'zi bir narsalarni o'ydirib, ondan uni Tavratda bor deb ko'rsatishgan. Ya'ni ular Allah subhanahu va taolaning so'zlarini o'zgartib etgan bo'lib, bu Allah subhanahu va taolani qattiq g'azablantirgan. Allah subhanahu va taolo bu vaqtda shunday deydi. Tarjimasi: kitobni o'z qo'llari bilan yozib, uni az pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalar uchun ularga voy. Sura Baqara 79-oyat. Allah subhanahu va taolaning kitobini o'zgartgan har qanday odam nihoyat qattiq jazoga loyiq bo'ladi. Agar u buni razil kishilarni rozi qilish uchun va pul puchakka erishish uchun qilgan bo'lsa, texmi shunday bo'ladi. Allah subhanahu va taolo nozil qilgan oxirgi kitob, ya'ni Qur'onga ergashmaguchilarning jazosi. Allah subhanahu va taolo ahli kitobni Qur'onni qabul qilishga va uningga ergashishga buyurdi. Agar ular buningga bo'ysunmasa, Allah subhanahu va taolo ularni qattiq jazolaydi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: ey kitob berilganlar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib, orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa, yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilinadi. Ya'ni Alloh taolo biror ishga amr qilsa, u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi. Sura Nisa 47-oyat. Allah subhanahu va taolaning kitoblari bilan bo'lgan munosabatimiz. Biz Allah subhanahu va taolaning kitoblari ichida faqat Qur'onga amal qilamiz. Allah subhanahu va taolo nozil qilgan eng oxirgi kitob Qur'oni Karimdir. Barliq musulmonlar
onunğa iman keltirishga, uni hurmatlashga va onunğa amal qilishga buyurilgan. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimdan ilgari nozil qilgan kitoblar haqida bo'lsa, biz ularning Allah subhanahu va taala tarafidan nozil qilinganligiga iymon keltirishimiz kerak. U kitoblar nozil qilingan vaqtida to'g'ri edi. Lekin keyincha uni nachar kishilar o'zgartirib etishdi. Shu vajidan biz u kitoblarga agashsak, shu bo'yicha amal qilsak bo'lmaydi. Shundaqla Qur'oni Karim ilgiriki samoviy kitoblardagi barliq ko'rsatmalarni va uningdanmi ko'pni o'z ichiga olganligi uchun bizning u kitoblarga agishishimizning hojati yo'q. Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir qitim Umar ibn al-Hattab radiyallohu anhu bir Yahudiydan Tavratning bir parchasini olgan va uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'qishga boshlagan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishga qattiq koyib shundoq degan. Tarjimasi: Sen shaklinib otamsan, ey Xattobning o'g'li. Jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, men uni, ya'ni dinni sizlarga g'uborsiz va sop holatda elib keldim. Agar qarindishim Musa alayhissalom hayot bo'lgan bo'lsa edi, uning menga agishishdan boshqa tanlashi bo'lmagan bo'ladi. Imom Ahmad, Imom Darimi va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Irwaul Ghalil 1589-nomerda sahih deb baholagan. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Shinibmi ketmaslik va ham inkarmi qilmaslik. Biz yuqorida ahli kitobning o'z kitoblarini o'zgartirib etganligini bayon qilib o'tdik. Ya'ni hozir ularning qo'lida bo'lgan kitob Allah subhanahu va taala nozil qilgan kitobning naq o'zi emas. Hozir ularning qo'lida bo'lgan kitoblar ham haqni, ham botilni o'z ichiga olgan. Bu jihatda Tavrat, Zabur, Injil va boshqa sahifalarning ahvollari o'xshash. Biz Injilga nisbat berilgan narsalarni anglab yoki o'qib qolgan vaqtimizda uni ham tasdiqlamasligimiz, ham inkor qilmasligimiz kerak. Biz bu mazmun haqida mundaq 3 xil ehtimollik borligini esda tutishimiz kerak. Birinchi, agar biz o'qigan mazmun islomga uyg'un kelsa, u haqiqatan Allah subhanahu va taala tarafidan nozil qilingan mazmun bo'lishi mumkin. Lekin biz aşı mazmunning haqiqatan Allah subhanahu va taolaning so'zi ekanligiga jazm qila olmaymiz. Ikkinchidan, agar biz o'qigan mazmun islomga dal uyg'unmi bo'lmasa, ham zidmi bo'lmasa, biz bu Allah subhanahu va taolaning so'zi bo'lishi mumkin deymiz, ammo yanala aniq yakun chiqara olmaymiz. Uchinchidan, agar o mazmun islomga zid bo'lsa, buning Allah subhanahu va taala tarafidan nozil qilingan bo'lishi mumkin emas. Abu Hurayra radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Yahudiylar Tavratni İbranice o'qib, ondan uni musulmonlarga arabcha tushuntirdi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda ogohlantirib mundaq degan. Tarjimasi: Ahli kitobni tasdiqlamanglar, ham inkarmi qilmanglar. Biz Allohga o'zimizga nozil qilinganga va sizlarga nozil qilinganga iymon etdik denglar. İmam Buxoriy 4485, 7362, 7542 nomerli hadis.